Insonlar kasal bo'lib qolganda shifokorga borsam tekshiruvlar qilishim kerak, dorilariga ortiqcha rasxod qilishim kerak deb ba'zan sog'liklariga befarq bo'lib qoladilar. Bugun eng samarali, arzon, foydali, yillar davomida sinalgan dori haqida gaplashamiz. Oxirgi yurish va limfa sistemasi haqida tayyorlangan rilsimizdan keyin ko'p qiziqishlar va ma'lumotlarni yana to'ldirish maqsadida bu mavzuga yana qaytdik. So'nggi vaqtlarda atrofimizdagi ma'lumotlarning, informatsiyalarning ko'pligi bu insonlarni ancha asabiy holatga olib kelyapti. Har bir kasallik inson asabiylashganda ruhiy bosim, ruhiy zarbalardan yuzaga keladi. Asabiylashdingizmi, hamma narsani chetga suringda, o'zingiz yolg'iz soatlab yayov yurishga harakat qiling. Bu nerv tolalarining siqilishini oldini oladida, sizga ruhiy xotirjamlik beradi. Esingizda bo'lsin, yurish eng qulay, samarali, sinalgan dori vositasi. Muntazam har kunlik yurishingiz sizni shifokorga va har xil tabletkalarga bo'lgan ehtiyojingizni oldini oladi.